Odamlar nima deydi? Bugun jamoamizda shu bayramga bag'ishlangan juda katta tantanali anjuman bo'lib o'tdi. Anjumanda mana shu konstitutsiyamizda berilgan moddalarning mazmun mohiyati to'g'risida juda ma'ruza bo'ldi va bundan tashqari katta bayram konserti, tadbirlar bo'lib o'tdi. Men o'ylaymanki, bu tadbir bugun fakultetlarda, yotoqxonalar, talabalar turar joylarida jamoamizda davom etyapti. Men barcha talabalarimizni, ustozlarimizni, jamoamiz a'zolarini shu ulug' bayram bilan muborakbod etaman. Ilohim osmonimiz musaffo bo'lsin, mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. O'zbekistondagi barcha qonunlarning asosi bo'lgan Davlat konstitutsiyasi bugun 33 yoshga to'ldi va shu munosabat bilan bugun Namangan davlat universitetida bayram tadbiri bo'lib o'tmoqda. Eng eksklyuziv va siz kutmagan kadrlarni birgalikda tomosha qilamiz. Boshlang. Qarang. Taklif yaptı. Barcha ichki va tashqi. Demak, doktor. Assalomu alaykum ustoz. Qanaqalar? Yaxshi bo'ladi. Boshlovchilar ayniqsa super. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Endi chiqishi navbat kelib qoldi. Hammaga omad tilayman. Tadbir yaxshi, zo'r ko'tarik kayfiyat o'tyapti. Tadbir o'ta qiziqarli, motivatsiyaga boy bo'lyapti. Tadbirdan tuyuntirib ishlagan sababli talabalarimni ko'rib ko'zim quvnayapti. Bir maza bo'lyapti, dam olyapmiz. Qaysi nomeringiz juda yoqmasan bo'lyapsiz? Menga yoqqan birinchisiga kitob sovg'a qildi yosh bolaga. Shu yoqdi. Juda ham ko'tarinki ruhda o'tdi. Barcha muxlislar juda zo'r yaxshi qabul qilishdi. Tadbirdan keyin ancha charchoq bor. Endi hamma narsani ham o'ziga yarasha qiyinchilik bor deyshadi. Albatta biz bugungi kundan xursandmiz. Boshida rosa hayajon bo'ldi. Birinchi marta duet aytishim. O'zim yakkaxon aytib yurardim. Lekin kayfiyatlar a'lo. Qiyinchiligi yaxshi, endi o'ziga yarasha. Kayfiyatlar zo'r. Tadbir juda chiroyli o'tdi. O'zimizning talabalarimiz, professor o'qituvchilar uzoq muddat tayyorlangani ko'rindi. Sahnada adashib ketish holatlari bo'lmadimi? Yo'q, uni holat bo'lmadi, chunki ancha tayyorlandik, ancha bir-birimiz bilan tayyorlanib qolib, tayyorlanib hammamiz bir-birimizga kelishgan holda harakat qildik. Rahmat. Meni partnyorim tadbir eng muhim shaxsiyatlardan. Xormanglar. Tadbirda unaqa qo'rqinchli bo'lmadi, charchoq ham bo'lmadi. Ozgina charchoq bo'ldi. Qachon? Faqat kablogim qiynadi. Juda ham ko'p tikayda qolib ketdik. Shuni hisobiga ozgina oyog'im og'riq berdi, lekin qolgan hammasi bash zo'r bo'ldi. Jamoaviy bilan bash zo'r ishladik. Ayniqsa partnyorim bilan bash zo'r ishladik. Nomer 1 yil partnyori diyor. Kayfiyat a'lo darajada. Universitet jamoasi mana bugun konsertimizning 33-chilik bayramini munosib nishonladi. Birinchi navbatda menga ma'qul kelgan jihatda universitet rektorini mana shu konsertimizning mazmun mohiyati, yangi tahrirda konstitutsiyada yangi qo'shilgan normalar bo'yicha o'zlari demak tushuncha berganlari ma'qul keldi. Assalomu alaykum ustoz. Alaykum assalom. Tadbirga hali ham siz qilgani yo'q. Yaxshi tadbir, super bo'ldi. Ishtirokchilarga rahmat. Juda ham mazmunli bo'ldi. Haqiqatan ham konstitutsiya bayrami baxtimizning qomusi. Bundan ham yuqori saviyada nishonlash doim hammamizga nasib qilsin. Zo'r bo'ldi ishtirokchilarga, mehnat qilganlarga katta rahmat. Kayfiyatlar qanaqa qoldi? Kayfiyatlar zo'r, gap yo'q. Rahmat, shunchalik yaxshi rejalashtirilgan, hammasi joyida. Tashkilotchilarga, universitet jamoasiga katta rahmat, sizlarga, yoshlarga. Qaysi nomer ko'rganingiz o'zingizga eng manaqa energiya oldingiz? Energiya anos nima chiqdi-ku? Surxondaryocha raqs chiqqanda o'sha zo'r energiya. Juda qisqa muddat. Juda qisqa. Faqat talabalarimiz haligi yuragidan ishlashgani uchun samarali menimcha. Axborot xizmati ham yaxshi yorityapti. Uni ham rahbariga rahmat. Bayram